Chempion, bizga vaqt ajratganingiz uchun bajonidil. Ancha vaqt bo'ldi gaplashmaganimizga. Musobaqadan tanaffus oldingiz qaytish vaqti kelganini qachon his qildingiz? Shaxsiy muammolarimni hal qilgach, qaytish vaqti kelganligini tushundim. Ha, yangi bir bosqich. Endi Mayamida yashayapsiz, to'g'rimi? Ha, Mayami sizning asosiy bazangizga qanday aylandi? Mayamini tanladim, chunki birinchi marta borgan kunimdan boshlab bu shaharni yaxshi ko'rib qolganman. U ko'p jihatdan meni tug'ilib o'sgan Ispaniyamga o'xshaydi. Menejment jamoa o'sha yerda ko'plab do'stlarim bor va muhitni juda yoqtiraman. Shuning uchun ba'zi o'zgarishlar qilishim kerak edi. Va oxirgi qarorim Mayami bo'ldi. Ha, u yerda hayot qurishga zo'r joy. Floridada trening qanday kechdi? Dunyoning hamma joyidagidek bir xil. Biz doim bir xil ishlarni qilamiz. Butun jamoani Mayamiga olib keldim va hamma narsa doim bir xil. UFC Freedom 250 kartasi boshqa ko'plab kartalardan farq qiladi. Rasman Justin Gage bilan unifikatsiya bo'yicha chempionlik jangiga tayinlanishingizdan oldin bu tadbir sizni qiziqtirgan edimi? Oq uyda tadbir o'tkazmoqchi bo'lishlari haqida birinchi marta eshitganimda. Albatta, agar siz professional jangchi bo'lsangiz, o'sha tadbirda bo'lishni istaysiz. Albatta, men ham o'sha yerda bo'lishni istardim, lekin ayni paytda hech narsaga bosim o'tkazmoqchi yoki shoshilmoqchi emasdim. O'zimga aytdim, agar ular meni o'sha mashinaga olishsa, boraman. Agar yo'q bo'lsa, nima deyishim ham mumkin. Tayyor turaman. Endi siz Justin Gage bilan asosiy jangga chiqyapsiz. Yil boshiga qaytmoqchi edim. Justin Gage Paddy Pimble'ga qarshi chiqdi. Bu oraliq yengil vazn chempionligi uchun edi. O'sha jangni qayerda tomosha qildingiz va ko'rsatishdan nima xulosa qildingiz? O'sha jangni eslayman. Tomosha qilganman. Mayamida edim. Nima deyishimni xohlaysiz? O'sha jang haqida hech qanday yaxshi narsa aytmayman. Shunchaki yoqmadi. Mahorat jihatdan yoqmadi, tomoshabin sifatida esa yaxshi jang. Paddy Pimble'ga qarshi o'sha jangni Justin Gage bilan bo'ladigan jangingizga qanday tasavvur qila boshladingiz? Tinglang, agar men mahoratimni uning mahoratiga solishtirsangiz, men undan ancha ustun ekanligini his qilaman. U oraliq chempion bo'lgandan beri bir vaqt unga qarshi kamarni himoya qilishim kerakligini bilardim. Lekin bilmadim, uning imkoniyatlari deyarli nolga teng deb qo'yapman. Lekin bu mening shaxsiy fikrim. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. MMA karyerangizda Justinga o'xshagan raqib bilan to'qnashganmisiz? Zarba urishni yoqtiradigan kurashchi, shunday tepkilari bor inson. Har bir jangchi boshqacha. Ularning har biri oktagonda o'ziga xos uslubni olib kiradi. Hech qachon Justinga o'xshagan raqib bilan yuzlashmaganman. U afsonaviy jangchi. Uni tomoshabin sifatida yaxshi ko'raman va barcha janglarni tomosha qilishni yaxshi ko'raman. Chunki ular juda qiziqarli bo'ladi. Bu albatta barcha chempionlik janglari kabi 25 daqiqaga mo'ljallangan. Keyingi raundlarga o'tadi deb o'ylaysizmi? Bunday deb o'ylamayman. Men tayyorman. Tayyorlandim, chidamliligim bor. 5 raund emas, 5 kun ham turaman. Charchash qanday ekanligini bilaman. Yana davom etish mumkinligini bilaman va hech qachon taslim bo'lmaslikni bilaman. Shuning uchun tayyorman. Lekin to'liq ishonchim komilki, uni birinchi raundda tugataman. Shunchaki chiroyli jangni xohlayman. Ha, janglaringizning aksariyati haqiqatdan ham chiroyli ko'rinadi. Ilya, siz oddiygina boshqachasiz. Qanday qilib sizda bunday noyob iste'dod? Janglarni tugatish qobiliyatingiz bor va shu bilan birga qachon bosim ostida bo'lsangiz ham doim juda xotirjam qolasiz. Bilmadim, bu savolga javob bera olishni xohlar edim, lekin bilmadim. Nima meni boshqacha qilayotganligini. Umuman boshqachamami yo'qmi, buni sizdan eshitishni xohlardim. Bilmadim, o'sha sehrni bilganimda bir qismini o'zimga olardim. Qattiq mehnat va bag'ishlash va hayotda qilayotgan har bir narsangizga to'g'ri yondashish. Kimdir uchun ajoyib tamoyil bu, lekin aytganimdek, siz Justin Gage bilan jang qilasiz va targ'ibot davomida biroz vaqt birga o'tkazdingiz. Bu qanday kechdi? U yaxshi yigit, men unga nisbatan hech qanday shaxsiy muammo yo'q. Unda ham menga nisbatan shaxsiy muammo yo'q deb o'ylayman. Oilamiz, qiziqishlarimiz haqida yaxshi suhbatlashdik. Hammasi shunda. U ajoyib odam. Yagona narsa shuki, biz maksimal 25 daqiqa jang qilishimiz kerak. Lekin undan keyin butun umr birga o'tkazishga vaqt bor va u bilan bir narsa qilishga tayyor bo'laman. Hech qanday muammo yo'q.
Jang bo'ladigan joyga bordingiz. Janubiy ayvonga chiqdingiz. Avval kabinetiga kirdingiz. Oktagonni qayerda qo'yilishini ko'rish uchun Vashingtonga borganingizda bu tajriba qanday bo'ldi? Bu ajoyib noyob holat. Birinchi marta Vashingtonni ziyorat etish. Oq uyga borish, prezident bilan uchrashish bu menga ajoyib tajriba bo'ldi. Shubhasiz, bu hayotimning eng muhim lahzalaridan biri bo'lib qoladi. Bu deyarli haqiqatga o'xshamasdi. Oq uyda tadbir o'tkazish bu ehtimol faqat UFC tarixi uchun emas, balki sport tarixi uchun ham eng katta voqealardan biri bo'ladi. Tarixiy tadbirning bir qismi bo'lganimdan g'ururlanaman va o'zimni baxtli his qilyapman. Shunday bo'lishi kerak. Hayotingizdagi narsalarni tasavvur qilganingizda, maqsadlaringizga intilganingizda bunday narsani tasavvur qila olarmidingiz? Oq uyda jang qilishni unchalik emas. Uncha emas. Lekin bu tadbir haqida birinchi marta eshita boshlaganimda o'zimga aytdim, nima uchun yo'q? Men doim katta o'ylashni va katta ish qilishni yaxshi ko'raman. Siz biror marotaba tashqarida jang qilganmisiz? Hech qachon. Bu birinchi marta bo'ladi. Aslida yakshanba kuni tashqarida jang qilamiz. Butun muhitni qanday tasavvur qilishni ham bilmayapman, chunki u boshqacha bo'ladi. Lekin bu tajribani yashashga juda qiziqyapman. Qanday sharoitlar bo'lmasin, raqibim ham xuddi shunday sharoitda bo'ladi. Demak, uning hech qanday afzalligi bo'lmaydi. Tashqarida jang qilayotganingiz uchun treningda biror narsa o'zgartirdingizmi? Madison Square Garden'da jang qilgandan bo'lakroq. Albatta, ba'zi treningni tashqarida o'tkazishga harakat qilyapmiz, chunki tashqarida jang qilamiz. Men doim jang bo'ladigan vaqtga mos ravishda mashq qilishni va jang kuni duch kelinadigan sharoitlarni yaratishni yaxshi ko'raman. Albatta. Bu maxsus tadbirlar uchun yangi maxsus kamar haqida nima deysiz? Yoqdi, ko'rganimdan birdan yoqdi. Bir chetda La Casa Benza, ya'ni Oq uy deb yozilgan. O'zimga dedim, bu kamar ruhimga qanchalik mos tushadi. Ko'p muxlislar jangga qaytganingizdan quvonmoqda. Sizning o'rtangizda kuchli jamoa bor, dunyo bo'ylab millionlab muxlislaringiz bor. Ularga Xudo rahmat bersin. Bu qanday his, ayniqsa o'tgan yili, bir yil ichida ko'p odamlar sizning ortingizda turib, qaytishingizni kutib, har qadamingizda qo'llab-quvvatlashdi. Bilmadim. Bu juda ajoyib his. Men qo'llab-quvvatlayotgan hamma insonga, har doim mening yonimda bo'lgan oilamga barchadan minnatdorman. Ularni hammasini juda yaxshi ko'raman. Oilangiz oldingizda turgan bu imkoniyat haqida nima dedi? Ular mening uchun juda xursand. To'g'ri, ham shunday. Ularga ham yoqdi va ular ham o'sha tadbirda bo'lishni, u qanday bo'lishini o'z ko'zlari bilan ko'rishni istashdi. Kim bu tadbirda bo'lishni istamaydi? Kim o'sha yerda bo'lishni istamaydi, aytingchi? Sizning mashhur do'stlaringiz bor, birortasi chipta so'rab murojaat qildimi? Hamma menga chipta uchun xabar yuboryapti va aslida bu birinchi marta shunday bo'lyaptiki, qanday bo'lishini o'zim ham bilmayapman. Chunki bu birinchi marta chiptalarni sotib ola olmayotganim, hatto nechta chipta berilishini ham bilmayman. Necha kishi bilan borish mumkinligini ham bilmayapman. Eng muhimi, men o'sha yerda bo'laman va tarix yozishda davom etaman. Imkon bo'lsa, siz uchun eng muhim odam kim bo'lardi? Onam. Hech shubhasiz. Men o'sha joyga olib bormoqchi bo'lgan eng muhim inson bu onam. Bu mening onam bo'lardi. Bilasizmi, Ilya, sizni oktagonda ko'rganda har doim qanchalik kuchli jangchi ekanligingizni bilamiz. Lekin siz doim taassurot qoldirishda davom etasiz, o'sib rivojlanib borasiz. Bu safar qanday rivojlanishni ko'ramiz? Bu rivojlanishni ko'rsatishga vaqt bo'ladi. Bu rivojlanishimni ko'rsatishga vaqt bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman. Chunki uni uslubiy jihatdan juda tez nokaut qilaman deb chin dildan ishonaman. Lekin menga eng muhimi, hammani qiziqtirishni xohlayman. Hamma aytish kerak, "Voy, men bu jangni ko'rishga ulgurdim" deyish kerak. Hamma vazn toifasidan qat'iy nazar doim qiziqib tomosha qiladi va har doim qaysi toifada jang qilishingizdan qat'iy nazar mish-mishlar yuradi. U ko'tarilishi mumkin, 170 funtga o'tish haqiqiy bo'lishi mumkinmi? Doim 3-chi kamarni qo'lga kiritmoqchiman. Hamma buni biladi. Va bu jangdan keyin agar UFC menga yarim o'rta vazn toifasiga ko'tarilib, hozirgi chempion Islom Makhachev bilan jang qilish imkoniyatini bermoqchi bo'lsa, juda xursand bo'laman. Nima uchun yo'q? Tavakkal qilmasangiz, shampan ham bo'lmaydi.